Uyda remontini boshlab qo'ydingiz, lekin qanaqa ranglardan remont qilishni bilmayapsizmi? Men hozir sizlarga zo'r layfhak o'rgatib qo'yaman. Shu orqali uyingizni internetdagi rasmlarga o'xshab chiroyli qilib chiqarsangiz bo'ladi. Buning uchun Pinterestga kiramiz. Poiskka Color Balance Interior deb yozamiz. Shunda rasmlarda 60-30-10 qoidasi bo'yichagi color kombinatsiya, ya'ni ranglar kombinatsiyasi chiqadi. O'shadan o'zimizga yoqqanini tanlaymiz. Bu nima uchun kerak? O'zi 60-30-10 qoidasi nima? Hozir men sizlarga buni yana ham batafsil tushuntirib beraman. 60-30-10 qoidasi bu xonadagi ranglarni foiz hisobida taqsimlanishi. 60% rang xonadagi asosiy bazaviy rang bo'lishi kerak. Ya'ni devor, patolog, pol yoki bo'lmasa katta detallar, mebel bo'lishi mumkin. Shularning rangi xonaning rangini 60% tashkil qilish kerak. Ularning rangi bir xil yoki bo'lmasa ton jihatdan bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. 30% rang bu ikkilamchi rang hisoblanadi. Bu asosan qayerlarda ishlatiladi? Devorda bir qismida qanaqadir panel ishlatishimiz mumkin. Gilam, parda yoki mebelning bir qismini shu 30% rangga bo'yash orqali 30% balansni yaratishimiz mumkin. Buni asosiy vazifasi chuqurlik va kontrastni yaratib berishga xizmat qiladi. 10% aksent rang. Buni asosiy vazifasi insonning e'tiborini o'ziga tortish. Asosan yostiq, vaza, devordagi qanaqadir 3D dekor bo'lishi mumkin yoki qaysidir kichik detallarda ishlatiladi. Bu layfhakdan foydalaning va uyingiz Pinterestdagi rasmlarga o'xshab juda ham chiroyli ko'rinadi. Videoga like bosing, bizni kuzatishda davom eting.